Ana shu kun, qiyomat kun sirlar ochiladigan holat. Biz Rabbimizga yig'lab aytamizki, ya Rabbi, hech kim bilmagan sen bilan bizni o'rtamizda sir bo'lib qolayotgan bu gunohlarni o'zing mag'firat qilgin. Chunki Alloh aytdi, dunyoda satr qildimmi, oxiratda ham satr qilaman mu'minlar dedi Alloh taolo. Faqat g'aflatda qolmasligimiz kerak edi. Lekin u kunda zulmlarni qilib, o'zlarini oqlab ketayotganlar, xuddi o'zlari qilmagandekka o'tib ketayotganlar, birovlarga to'ngab qo'yayotganlar, birovlarni aybdor qilib qo'yayotgan odamlar bilsin, ko'zlarini ochsin, u kunda zarra hech qayerga o'tib ketmaydi. O kunda Alloh aytayapti, yawma tublas saroir, sirlar ochiladigan kun. O kunda hech kimga quvvat va yordamchi yo'q, hech qanaqangi sizga yordam beruvchi yo'q. Alloh aytayapti, bir kundan qo'rqing. O kunda o'rtaga tushuvchi yo'q, yordam beruvchi yo'q. O kunda faqatgina amali solihlar foyda beradi. Kim amal qilgan bo'lsa, Allohdan qo'rqgan bo'lsa, ana shu narsa foyda beradi. Undan boshqa foyda kelmaydi.